Nechi bo'ladi bu? Joyimiz 13 metrga 10 metrlik joy. Xudo xolasa fermalarimiz 4 ga 4 dan yasalgan, konteynerda lisidan bo'lgan. Bularni 1 metr narxi 115 ming so'mdan chiqadi. Fermalarimiz betga ishlatilgan tepaga kapalak reykalar ishlatdik. Bularimiz shu kapalak reykadan bo'ladi. Buni narxi 13 ming so'mdan chiqadi metriga. Inshaalloh, hop. Stoykalarimiz 10 ga 15, ya'ni eshigi bos, konteynerni profildan eshigidan chiqadi. Bez ustun qo'yib berganmiz betga 13 metrga horimizni. Pasti o'sha eshik bos, tepasi 6 ga 4 dan to'qilgan. Ammo zo'r chiqar ekan, uzun keng bo'lib. Agar shuni yog'och materialdan qo'ygan bo'lganda ustun ko'p ketardi. Ustun ko'p ketardi aka. Mashalloh, 13 metr juda zo'r. Aka, bunaqasi 10 metr bez ustun. 10 metr bez ustun. Zo'r. Uklonini necha qilib berdingiz? Ukloni 80. Bak o'sha 0 bo'lib tugaydi. Zo'r. Aka, endi qor-por yog'sa kelajakda ko'tarib berishlari yaxshi bo'ladi. Behajolat aka, ishimizga kafolat beramiz, garantiyali ishlarimiz. Zo'r. Aka, sir bo'lmasa necha puldan qilib berdingiz bu joyimizni? Bet общий 10 metrga 13 metrlik joyimiz, hamma narsasi o'zimizdan, ferma, reyka, xorilari bilan 18,5 million so'mga bitdi. 18,5 millionga. Uy egasi bitta profnastil olib beryapti, buni ichida tekinga qatirib beryapti. Ha, u ana shunga ahamiyat berish kerak. Tomini ham yopilganda yopib berasan deyish qolmasin aka. Albatta aka. To'g'ri. O'zimiz to'qib sinfga qilib berish xizmatimiz bor. Sizning ishingiz faqatgina shunaqa mo'yka qilishmi yo liboy tur naves qilaverasiz? Liboy turda aka, molxona, qo'yxona, sammoyka qizig'i yo'q. Liboy tomni yopib bera olamiz. Bez ustun desa bez ustun, ustun desa ustunlik. Hozir bu akamiz bilan bez kreska variant gaplashgan shekilli. Albatta aka. Kreska ham qilib beraverasiz. Kreska xizmatlarimiz bor. Zo'r. Agar mana shuni tagiga falga tashlab ber, men uyimga naves qilgizmoqchiman desa, falga ham tashlab beraveramiz aka. Ya'ni unaqa narxi ota bo'lib ketmaydi. Yo'q, tashlab beraveramiz. Zo'r aka. Xudo xolasa xizmatlarimiz qayerdan qayergacha bor endi? Butun O'zbekiston bo'ylab aka, 12 ta viloyat xizmat ko'rsataveramiz. Bitta telefon bilan ishlari bitadi, Xudo xolasa. Aloqaga chiqib, chiroyli qilib bitirib beramiz. Uyaltirib qo'ymaysiz? Yo'q, albatta. Eng arzoni necha puldan necha pulgacha firmalarimiz? Firmalarimiz eng arzoni 100 ming so'mdan ag'i ketaveradi. 250 ming, 270 ming joyiga qarab, lombozli, lombozsiz har xil narx chiqaveradi. Zo'r. Xorliklarimiz-chi aka? Xorliklarimiz 160 ming so'mdan 250 ming so'mgacha narx chiqaveradi. Qo'sh xori deydimi, yakkalik deydimi, etgan razmerida zakasiga qarab bitirib beraveramiz aka. Zo'r. Akalar, o'ylaymanki, qo'ldan kelgancha qisqa valyonda ma'lumot berdik. Bu joygacha ko'rmagan bo'lsangiz ham, agar ko'rgan bo'lsangiz ham, like tugmasini bosib keting. Shuna issiqlarda tillab sizlarga obzor qilyapmiz. Ozgina bo'lsa ham manfaatimizga yetgan bo'lsa, xursandmiz. Yurayda sizlar, charchamanglar.